Tak, bu hozir printerdan chiqargan rasm. Mana skaner qilib ko'ramiz. Hammaga assalomu alaykum. Mana bu qo'limdagi narsa mini printer. Mi kompaniyasidan. Agar uyingizga sizda ham 800 ming so'm pul bekor yotgan bo'lsa, mana shu printerda olishingiz mumkin. Buni olishdan oldin shu videoni obязательно ko'rishingiz kerak. Buni foydasi bor, nima uchun kerakligini bilib olasiz. Agar kerak bo'lsa. Bunda mana shundoq korobkasini ko'rinishi, mana kimga kerak bo'lsa ana endi instruksiya inglizcha, xitoycha. Mana bu yerga bizning tilga yozilgan. iPhone'ga, Androidga через Bluetooth ulanadi. Mana bu bez kraska ishlaydi. Kraska solmaysiz, o'zini qog'oziga hammasi ko'rsatilgan bo'ladi. O'zini qog'ozi sotiladi. Samolyot kirillosining narxiga sotib olishingiz mumkin. 5 taga sotiladi. Narxini ham chiqarib qo'ydim. Endi buni ochamiz. Men ochganman to'g'risi. Endi buni ochamiz. Ochganimizdan keyin bizga kerak bo'ladi. Printerni o'zi mana bu yerga 5 dona o'zini qog'oz bo'ladi. Mana bu ham qo'shilgan bo'ladi. Qog'oz joylash uchun mana buni orqaga suramiz. Mana buni joylab, yopib bossangiz agar birinchi bo'lib mana bu yerdan shu qog'oz chiqadi, keyin rasm chiqadi. Ana endi mana bu to'letni bu magazinda. Mana bu instruksiya, mana buni skaner qilasiz. Agar bu qog'ozi yo'qolib qolsa, boshqa telefonga ulanmoqchi bo'lsangiz, mana bu yerga ham skaner bor. Telefoningiz skaner yaxshi ishlasa. Buni ichiga qo'shilib keladi. Bitta mana bu yerga turibdi, zaryadka sistema bir xarij. Mana undan keyin bizga kerak bo'ladi. Ularni bir yoqqa olamiz. Telefon. Agar uyingiz umnidom bilan jihozlangan bo'lsa, sizga bu programma bor. Mana bu programma hammaga bor o'zi. Sizda uyingiz ham umnidom bilan jihozlangan bo'lsa bo'ladi albatta. Shunga kiramiz. Kirgandan keyin o'zi mana yoqqaningizga mana bu yerga kelib chiqadi va ulaganmi uchun bu yerga turibdi. Bosib turamiz. 3 sekund yonadi. Yonganidan keyin birinchi bo'lib sariq yonadi. Mana ko'k yonsa agar, значит, ulandi degani. Bluetooth albatta yoniq bo'lishi kerak. Mana bu yerga подключаться Bluetooth degan joy bor. Bosasiz. Mana qarab turamiz. Mana bu margat qilibdi. Bu zaryadyoq degan. Mana ularni ko'k ko'rsatib. Endi buni rasmni chiqarib ko'ramiz. Endi mana pechat fotografiya degan joy bor. Video fotografiya, video rasm deyapti. Keyin rasmga muzikalik rasm deyapti. Hozir bularni ham ko'rsatib beraman. Ana endi bosamiz bir marta. Rasmlar chiqib keladi. Bizga bu rasmlar kerak emas. Galereyadagi rasmlar bizga Telegramdagi mana shunday rasmi kerak. Pechat deyapti. Xuddi mana shunday qilib chiqaraveramiz deyapti. Va bu yerga pechat deganni bossangiz bo'ladi. Yoki bo'lmasa rangini o'zgartirish, har qanaqayin ramka qo'yish, qora oq qilish, короче, rangini o'zgartirish. Bizga bu narsalar kerak emas. Pechat. Mana устройство va зарядить deyapti. Zaryadkasi yo'q ekan, короче. Hozir zaryadga qo'yamiz buni. 1 sekundga. Endi zaryadga qo'yish uchun va kompyuter bor. Kompyuterga tiqib qo'yamiz. Pechat. Pechat qilish boshlandi. Yana bu yerga ham markat qilibdi. Mana xuddi mana shunday qilib pechat qilib beradi. Buni ham stiker desa ham bo'ladi. Mana naklinkasini ochib, любой joyga yopishtirib yuborsak ham bo'ladi mana. Yopishadi. Endi rasmni skaner qilganga video ko'rinayotgan qilishni o'rgataman. Mana bu video fotografiya deganga bosamiz. Bosganimizdan keyin bizga bitta video tanla deydi. Mana videoni tanlaymiz. Mana xuddi mana shunaqa video. Dali videoni bosamiz. Захватить фотографию video deyapti.
rasmni videoni davomida bitta rasm kesib oladimi yo yangi rasm olasizmi deyapti. Keyin men albomdan olamiz dedim men. Albomdan любой bitta rasm tanlab olasiz. Shu video qo'yilishi uchun o'sha rasmni skaner qilgan paytga. Короче, men bitta mana shu o'zimni rasmimni olmoqchi bo'ldim. Mana ustiga qo'ydim. Mana shu rasmni. Mana hozir uni ham pechat qilamiz. Mana xuddi mana shu rasm. Buni ham xuddi shunday yopishtirsa bo'ladi. Endi buni qiladigan ishi domga qaytamiz. Mana bu skaner deyapti. Skaner qilish uchun. Mana rasmni endi skaner qilsak, xohlasangiz yontirish, xohlasangiz bitirish. Men bitirish qilaman. Sizlarga ko'rish oson bo'lsin deb mana. Mana bemalol qimillatsangiz bo'ladi. Buni ekrani ham o'chib qoldi. Mana buni bemalol qimillatsangiz bo'ladi. Mana sakonni ko'rinadi. Mana shunaqa, agar shuni bitta plus tarafini aytmasa, xuddi mana shu funksiyasini aytmasa agar, hozir internet orqali juda ko'p narsa qilib bo'lyapti, buni ham qilsa bo'ladi. Bu o'zi bir kapaka qimmat narsa, oddiy qilib tushuntirganga. Mana bu rasm chiqaradigan qog'ozi samolyotning kirlosini narxi bilan bir xil. Lekin normal narsa agar lishni pulingiz bo'lsa, olib qo'ysangiz ham bo'ladi, menga o'xshab. Mana rasm stiker deydimi?